Yo'q, aka ko'p ko'rmadingizmi? Bu maydasida hech kim makka poyani chiqarib bermagan. Mana hozir men ko'rganim bo'yicha. Mana hozir ko'raman. Hech kim chiqarib bermagan. Mayda setkasida makka mol buni poyani yegandan keyin umuman atxot chiqmaydi-da. Ya bundan qayga atxot chiqadi aka? Voqalik akalarimiz rosa qiynagan narsa bu. Quruq poya ketyapti hozir. aka. Yo'q, aka ko'p ko'rmadingizmi? Bu Bu aka yirik setkasi bu. Bu yirik setkasi. bir bog' poyani shunday tutib yubordingizmi aka? Demirol aka nima qilaveradi? Yana ham qo'polroq ekan poyasini sal nima bo'lganda hammasi qilib ketardi. Yorvorganda yozib. Qo'lga botmaydi. O'shani hisobiga mana Hozir bundan maydasini ham bitta chiqarib beraman, uni ko'rasiz aka. Voy, Maydasida ham bitta poya chiqarib beramiz. poya chiqarib beraman aka, bu maydasida bitta. Yo'q, aka, aslida chiqaraveradimi? Maydasida ham aka shunaqa chiqaradi hozir. Demirol chiqaraveradi aka bu. Hozir buni ham yonboshlatib. Hop, poyadan bir bog' olib kel. Maydasida hech kim makka poyani chiqarib bermagan. Mana hozir men ko'rganim bo'yicha. Mana hozir ko'raman. Ko'ryapsiz aka. Maydasini ko'ryapsiz aka. Eng mayda setkasi bu. Voy. Buni atxot chiqarmaydi aka. Yo'q. Men hozir to'g'ri sal ko'proq kulayotgan bo'lishim mumkin, lekin meni reaksiyam shunaqa bo'lyapti. Chunki bilmadim, kichkina setkada hali drabilka men reklama qilgan bo'lsam, hech kim chiqarib bermagan. Mayda setkasida makka mol buni poyani yegandan keyin umuman atxot chiqmaydi-da. Ya bundan qayga atxot chiqadi aka? Gap so'z yo'q. Bemalol. Endi bitta narsa, xul poyachi aka qanaqa bo'ladi? Qo'l poyani setkani olib qo'yib chiqariladi. Unga ham отдельный setka qo'shib beramiz. Ha, xul poyaga ham отдельный alohida. setkasi. Hozir qo'l poya topa olmadim bu yerda. Topish imkoni bo'lmadi. Qo'l poya chiqargan videolarimiz bor. O'shani ham tashlab beramiz agar nima qilsa. Albatta. Bo'ldi, haligi xul poyani chiqargan videolaringiz bo'lsa tashlab bersangiz, men qo'yib ketaman videoning orasiga. Yantoq, g'o'za poya, Hammasini aka. hammasini beradi. chiqarib beradi. Universal aka, qo'l quruq tanlamaydi. Pichoqlarni buni aka bitta ko'rsatib ketmadim. Ha, buni pichog'i boshqachami? Buni pichoq endi narigindan ko'ra ko'proq ozgina. Iye, misligida. Ha, misligida bu 24 ta bo'ladi pichog'i. Xohlasa oq, xohlasa qora qilib berilaveradi u. Talabiga qarab. Farqi bormi? Farqi yo'q aka, qora pichoq ham puli bir xil aka bizga. Ha, ikkalasi ham bir xil. Ikkalasi ham bir xil. Zo'r. Mana holati. Lekin shuncha mana shu narsaga bitta like bosib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Chunki men gap yo'q. Uncha apparat aka bunaqa chiqarib Yo'q, chiqara olmaydi, to'g'ri. Bunisini tan olish kerak. Bu aka mahaviy to'xtamaydi-da, o'shaning hisobiga bemalol nima qilaveradi aka. Eplab ketaveradi. Endi xuddi shunday ekan, bitta sholipohol chiqarib beraymi mayda setka? Ha, sholipohol aka. Voqalik akalarimiz rosa qiynagan narsa bu. Chiqarishni ko'rib qo'yaverasiz. Voqalik akalarimiz, ayniqsa Xorazm,
Somon bilan bir xil chiqarib beraveradi aka, tanlamaydi bu. Somon pahol demaydi bu. Bu video aynan sizlar uchun ekan, chunki mana chiqib ko'ryapsizlar. Voy, bu maydalab tashlaganini qaranglar. Eng mayin setkasida, qo'yboq setkasida poholni chiqarib ko'rsatib berdik. Ilakishib qoladi, chiqara olmaydi, unaqa narsalar Quruq bo'lsa bo'ldi aka, nami ozgina qayishqoq bo'ladi, setga qo'ysa ilinib qoladi, nami bo'lsa. Quruq pahol bo'lsa, lekin somonga o'xshatib chiqarib yuboradi, bemalol chiqarib beraveradi. Gap yo'q. Bunimizni narxi misliga. Misligining narxi 3 million 300 ming so'm. Dastlabki qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Misligi 3 million 300 ming. Alyuminligi necha pul dedik? Alyuminligi 3 million 100 ming so'm bu. 3 million 100 ming so'm, dastavkasi Dastavkasi ichida bo'ladi bu. ichida bo'ladi. Bularga qancha qo'shilib qoladi dastavkaga? Bularga 200 ming atrofida qo'shiladi, 250 ming joyiga qarabda u. O, chekkada bo'lishsa, Xorazm, Qoraqalpoq bo'lsa endi o'sha 300 minggacha 300 minggacha qo'shilishi mumkin-da. qo'shilishi mumkin. Endi bularga ham endi Xorazmdan Qoraqalpoqqa ba'zi joylarga qo'shilib qoladi aka bunga ham. Aha. Hozir biz nima chiqarib bermaganimiz nima qoldi aka bu yerda? Qaysi biri qoldi? Narigida bug'doy chiqarib beraylikmi? Ha, bug'doy chiqarib beraylik. Men ashuni qidirayotgandim. Bug'doy bilan Makkani sotasi. Akalar to'g'risini aytaman, mana akamiz endi drabilka ishlab chiqarishadi. Men mana shunaqa drabilkalarda o'zim don chiqarib mollarimni boqaman. Akalar mono narsa bor, sotasi bilan. Liboy drabilka qiynaladi. Liboy drabilka baribir qiynaladi. Hozir bu drabilka qanaqa chiqaradi, qanaqa? Hozir aka bu xo'lda. Chiqarib beraveraman, quruqini topa olmadim. Mana. Shoshilish bo'lib qolganim uchun topa olmadim. Xo'l. Nima bor? Qup-quruq bo'lsa aka, lekin u g'izillataveradi. Qani bitta ko'raylik. Bu yormami hozir aka? Bu hozir yorma bu. Narigisida bug'doy chiqarib beramiz. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ben de sağlamda olmuş. Ana aka, o'zi namligi bilinib turibdi. Namligi mana qarang, mana o'zi turibdi. Quruq bo'lganda aka hammasini ham chiqarib beraveradi. Ha, mana namligi uchun ozgina to'g'ri tushunasizlar. Endi sizlarning ham vaqtlaring olmasligi. Bunaqada chiqarmagan ma'qul aka. Endi biz ozgina chiqarib berdik. Ko'p chiqarib bo'lmaydi. Ichiga yopishib, mana nimalarga to'lib qoladi-da. Teshiklariga to'lib qoladi. Quruq chiqargan yaxshi buni. Zo'r. Ajoyib. Bug'doy chiqarib. Misligida chiqardik hozir biz. Misligi. Misligi. O'sha 3 million 300 ming dastavkasi O'zbekiston bo'ylab tekinligida. Bug'doy. Ichidagi chiqyapti. Ko'p aka nima qilib turmadim. Ha, ularni vaqtlarini iloji boricha olmagan holatda Aka chiqarishi. mana. Nechilik setka aka? Bu 1,5lik setkasi bu. 1,5lik setkasida. 1,7 mi shunaqa bo'lishi kerak edi. Aka 1,7, 1,5lik emas menimcha. 1,5lik bundan maydaroq setkasi ham bor. Maydaroq bu. Nechta setka boradi dedik? 4 ta setka. 4 ta. Xolasa 1,5, xolasa 1,7 qilib beraverasiz. Qilib beraveradi aka unisi. Qilib beraveradi. Xudo xolasa. Zakaz berishsa. Endi qarang. Xorazmdan yoki Samarqanddan akalarimiz telefon qilishdi. Mana bundan zakaz qilishdi. Necha kunda yetib boradi? Endi Samarqand bo'ladigan bo'lsa-ki 4 kunda yetkazib beramiz. 3 kun yoki 4 kunda yetkaziladi.